Diqqat! O'zbek xalqi uchun shoshilinch tezkor xabar. Endilikda nafaqa pullari to'xtatiladi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda ishlamaydigan oilalar uchun to'lanadigan nafaqa puli to'xtatiladi. Yangi tizimga ko'ra, mehnat qilish imkoniyati bor kambag'al oilalarga ijtimoiy yordam ishlash talabi bilan beriladi. Agar oila a'zolari 6 oy davomida ishga joylashmasa yoki taklif etilgan ishni rad etsa, nafaqa va yordam pullari to'xtatiladi. Davlat ta'minotidagi mehnatga layoqatli past oilalar esa bandlik talabisiz qo'llab-quvvatlanadi. Ushbu ma'lumot O'zbekiston 24 telekanaliga berilgan intervyuda ma'lum qilindi, deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.